Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. 31 dekabr 2005-yil radio mayakimiz Vezder transferimizda 14.050 MHz da turibdi. Radio mayak vanda qurilmamiz 3 watt mощность bilan передача verib turibmiz. Azbuka morzeda yozuvni ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston, Xorazm deb verib turibmiz. Azbuka morzega kilit yasab qo'yibmiz. Arduino Nano zoomer bilan kulich, avtomatik kulich. Endi ko'ramiz, tekshirib nerda nechalik masofa bor turibdi bir tekshirib ko'ramiz. Notebook bilan ezderda tekshirib ko'ramiz, xudo xolasa. Chiqish mощностimiz malomoshni 3 watt. 3 watt mощность bilan передача yasab turibmiz. Ko'rishimiz mumkin 3 watt ina chiqish. 14.050 MHz da передача yasab turibmiz. .050 MHz morze signalimiz kelib turibdi. Hozir oraliq pusto joyi bor. Ezder priyomlikda tekshirib ko'ramiz. Notebook bilan jalpiron signalimizni. Signalimizni verib boshladi.